Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda men do'kon quraman va bu video qiziqarli bo'ladigan degan umiddaman. Agar yoqsa bitta like va bitta obuna bosib ketasizlar. Qani unda videoni boshlaymiz. Mana do'stlar, tekstga o'tib oldik. Endi shu yerda do'kon quramiz. Qani unda boshlayveramiz. Unda mana shu yerga quraman. Mana do'stlar, mana yerini bitirib qolay deb qoldim. Agar shu do'konimda qurib bo'lganimdan keyin sizlarga yoqsa, kommentga yozib ketinglar. Buni o'zi istayotganim yo'q, lekin baribir yozinglar. Chunki bu do'konda yaxshi yoki yomonligini bilishim kerak, to'g'rimi? To'g'ri. O'shaning uchun kommentga yozib ketinglar. Aytganchalik like va obuna bo'lib qo'yinglar. Biz endi 7 ta obunachi bo'ldik. Biz hali ko'payib ketishimiz kerak. To'g'rimi do'stlar? Mana shunchalik desam bundan shuncha 2 ta 3 ta 4 ta 5 talik ekan. Bitta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta. Mana shu yerni ham bitirib qolay deb qoldim. Keyin esa bezatishga o'taman do'stlar. Hozir esa birlashtirib chiqish kerak, adashib ketmasligim uchun. Mana mana shu yerlarni ham qolay deb qoldim. Mana endi tomini bitirib chiqaman. Bu yerda hayvonlar o'ta ko'payib ketdi. Shularni yo'qotish iloji bo'lganda hozir yo'qotib yuborardim. Mana tomini qurib olay deb qoldim. Endi mana shuni tezroq qurib chiqsam, tezroq bo'la olaman. Mana yo'q, bu yerga ana shu yerni ham bitirib oldim. Ana endi shu yerlarni bitirib chiqishga, nima edi? Devorlarni bitirib chiqishga. Navbat. Bo'lyapman do'stlar. Albatta like va obuna bo'lib qo'yinglar. Biz endi 7 ta obunachi bo'ldik. Biz bundan-da ko'payib ketishimiz kerak do'stlar.
Biz hali ko'payib ketamiz do'stlar. Shunga umid qilyapman. Sizlar ham umid qilsalaring obuna va like bo'lib bosib qo'yinglar. Nagadir gaplarim talkashib ketaveryapti. Chunki bu hayajonlanyapman. Duduqlanib ham qolyapman sal-pal. Chunki bu hayajonlanishdan do'stlar. Keyin esa mana bu joylarga bitta narsalar qo'yaman. Mana baydan yoramiz. Mana shu yerga qo'yaman. Mana bu yerga bu. Endi mana bunday chiqaman. Mana o'xshadimi do'stlar? Mana endi sham kerak emas, o'shaning uchun endi bu yerni mana bundan qilib chiqamiz. Mana bu yerdan esa kirib chiqadi. Mana bunaqa narsalar qo'yib chiqish kerak endi. Buni tezda bo'laman shekilli. Hozir mana ularga ham qo'yib yubordim. Mana bu yerga esa olmos kiyimlar qo'yish kerak menimcha. Xullas kiyimlardan qo'yib chiqamiz. Mana bu. Shu yerga ham qo'yib oldik. Endi yana boshqa kiyimlar olishim kerak. Bunaqa temir kiyim olarik. Temir kiyim 6 kundan chidamli bo'ladi. Shuni bilarmidilaring? Olamay qolgan mana. Endi bu yerga ham mana yana mana bu yerga esa kamon bilan o'qi. Do'stlar, mana do'konni manasini qurib oldim. Endi esa mana ularga o'taman. Bu do'konda bir kun qurdim. Mana endi sham qo'yib olaman. Chiroqga manetiga ham qo'yish esdan chiqibdi. Mana Yo, baytiga bo'lmas ekan. Ana shu yerga. Endi esa taxtani mana bunisi kerak bo'ladi. Chunki do'kon mana shunday bo'lmaydimi?
Ana bu yerga bunday taxta daraxt ko'rinmasligi uchun mana bunday qo'yaman. Mana menimcha haqiqiy do'konga o'xshadi. Mana bu yerlarga mana bu ishni qo'yib qo'yaveramikan. Qo'yib qo'yaman. Mana do'stlar